Ya assalomu alaykum. To'g'ri kanalini obunachilar, tuzumchilar, assalomu alaykum. Mana bugun ham ishni boshlab oldik. Erta tongda yoshlar taq keliga chiqqan paytda. Davlatda asosiy ish qilyapmiz mana. Endi bitib ketadi. Muhim joy bityapti. Chertojini Boburga berganman. Bobur mas'uliyatli bo'ladi bu yerda. Mana ko'ramizda. Ha vaqtda momo bo'lsa Bobur akamga murojaat qilishaveradi. Bobur bunday qilamiz. Agar yo'q ko'rganlar bo'lsa ham Bobur nomerini qo'yib ketamiz. Shunaqa qilib berib kelursan Bobur. Ya bu meni urunimga Turkiyaga oxirdi. Ama uğraşan ha? Uğraşan. Uradi. Biz ham kecha uyga ketdik, Bag'dodga ketdik. Bag'doddan ertalabda yo'lga chiqdik. Endi qurib kelmaylik. Hani eshigida ham qurib shaqillatib yurmaylik deb do'konlarga to'xtab keldik. Bitta do'konchi og'aynimiz, oshnamiz 5-10 qop kilay berib yubordi, rodbin berib yubordi. Duo qo'yasizlar ehsonga. Boshqa prezentlarga ham quyilgan. Shu masofa uzoqligi uchun to'xtamay turaverdik do'konlarga. Yuk og'rib ketsa kelishga ham qiynalamiz deb. Iloji olib kelaverdik, endi bo'lsa ham nima bo'lsin, yordam bo'lsin deb. Ilhom ham kelganimizcha rosa diqqat bo'libdi-da. Kutur. Ilhom bu nechida keldik? 9da keldimi, 8da? 7 bo'lgan, 7da kelamiz. 7da kelamiz duvdik. Nasıl 10'da 7 keldik ha? 9'da ham 7 bo'lgan yo'q hali deyapti. Ilhom tog'am o'zi. Bitta emasda 7 ham. Ha? Endi shuna bu qo'yamiz. Keski 7 bor. Keski har xil 7 bor-da. 17 yil 10 ham bor. 7 deb aniq aytishgan endi. Bu endi Yo'q, biz ertaroq keldik. Ana Bobur akamning nechta dilim olgan sheralagan? Eshigini tagida 1,5 soat. Chiqolmaydi endi nima qilaman endi. Nechta dilim oldi sheralagan? Bobur aka? Ha. Soat 4:30da boshlaydi. Ana. Ilhom tog'a. Ketamizmi deydi. Endi bunaqa ish qilganda uyda dam olib o'tirishgan nimasi bo'lishda. Ya, uyga borib maza qilamiz. Ya, bitta. Nima bitta? Men seni nima qilyapmanmi? Ertangi uyqu. Dambe. Mana davo bo'ladi, shifo bo'ladi, bizga quvvat bo'ladi. Dam bermayapsiz ekanda, xullas, Bobur akamga bu gapi bilan. Voy, uning uchun vaqtli uxlash kerak, erta turish kerak deydi. Erta uyqali, erta bilan uyqu o'lik bilan tengmi, nima deydi? O'zi yaxshi bilan obunachilar. Vaqtlat bo'lsa yotaverib turish kerak-da, to'g'rimi? Buni har safar erta bilan o'rgatyapman, vaqt turish kerak, baribir. Hali qish nimani go'rda o'g'irlaydi deydi, ko'nglim almayapti. Nima qilish kerak ekan bilmayman. Shunaqa. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Charchamasdan tanjonlaring sog'mi, tuzimsizlar? Qadamjon akam ham ketkizib oldik Xitoyga, o'zimiz qoldik obunachilar. Mana qutuldik-a. Katta xudo xolasa hojatxonadan boshladik. Kecha stashkalar bo'lgan jigarlar, stashkalar pastda bitib qoldi. Gulxonalar bo'ldi. Kecha ko'rgan bo'lsalaring Bekjon akam keldilar. Pastda bir 70%, 80% bo'ldi elektr sohasini ham. Xudo xolasa kabellar tortilib, shitlar o'rnadi. Mana qadrdonlar shitlar o'rnadi, kabellar, razvedka kulchasi hammasi bor. Mana stashkalarimiz ham bitdi qadrdonlar. Endi xudo xolasa darvoza qo'yilgandan keyin bu yog'ini yana o'sha 2 metr joyini boshqatdan qilib qo'yiladi. Beti bo'lgan yo'q, darvoza qo'yilgandan keyin darvozaga mosa qo'yib qo'yamiz xudo xolasa. Stashka bo'ldi mana, mashinalar salqinda turaveradi endi. Bekjon akam ham duo qilib qo'ylar, kecha kelib addush xizmat qilib ketdi. Sheral aka? Sheral aka? Bo'lmadi? Mash. Kafelgilaymi hammasi? Rodbo bilan kafelgilay berib yuborish. Qadrdonlar, Sheral akamni tarafdagilar. Mana kecha bitta akamiz ham ikkita eshik tashlab ketganlar, hojatxona bilan hammomga qadrdonlar. Endi hamma eshiklarimiz rangi bir xil bo'ldi. Zo'r bo'ladi xudo xolasa. Bekjon akam ishlari mana bu yerda razvedka kulchatirlarni ham o'rnatib qo'yibdilar. Bu mehmonxonamiz. Mehmonxonamizni ham xudo xolasa o'rnatib qo'yibdilar qadrdonlar.
gulxonamiz 1 metrga 6 metr. Kichkina bo'lsa ham hamma yo'qdan ko'ra. Bu oshxonamiz, oshxonaga ham gazetkalar o'rnatib qo'ydilar. Pastda Bekjo'raga ham ozgina ish qolgan, xudo xolasa. Endi biz xudo xolasa hojatxona tarafdan boshlab kelyapmiz yerlar. Xudo xolasa urarmiz bugun bu hojatxonani seralarga. Ha, bugun ochilish marosimi bugun qo'raveramizmi? Eshigi ham bor. Eshigi ham bor. Endi Bekjo'ra Mana yo ben she'rim, yangi she'rim bor, bugun sinab beradi. ha, Betasini qirqib. ochilish marosimiga Shashlardan boshlanadi bu. sizga surpriz qani aka, qayerda u bunaqa narsa shohidi bo'lgansiz. Ha. Mehmon bo'lib keldingiz, mana mehmon qilamiz. Mehmonni naqasi bo'ldi. Lenta ochilish marosimini o'zimiz qilib beramiz ekan. Bekjo'raga kelib endi tandirxona, o'choqxonalarga, hammomga tod bersalar, xudo xolasa tuyedi baqa ham moslab tushirib qo'yganlar. Bu hammomimiz bilsalaring. Bularda ham zinalari, stashkalari bo'ldi. Tandirxona, o'choqxona tushsa bedlarga qadrdonlar. Keyin hojatxona bo'ladi. Hojatxona xudo xolasa bugun bitirib yuboramiz deyapti sheral akamlar. Urib. Bitirib yuboramiz, ina ketdi, saqsh ketdimiz endi. Bos qo'ydik. Hatamto bor uchun ishimiz yurmay turibdi. Ha. Hatamto ketdi, endi o'zimiz qatirib yuboramiz. Endi o'zimiz aka. Bir hafta sal maza qilarganmiz. Sekin ishga. Sheral aka. Ha, pataloyimiz bor ekan. To'g'rimi? Tunuka fondida. Darvozamiz bor, xudo xolasa. Endi uylarga rang beramiz, a? Uylarga rang bersak, hammomga shunday turib qadrdonlar unga ham Natijada patolog qiluvchilarni kutyapmiz ama. Bizni kuzatib turganlar bo'lsa, endi har bitta hojonamizga had aytib ko'rsak ham bo'lmaydi, o'zi ko'rib turibdi, telefon ham qilib qolsa kerak. Undan oldin savobda olib qolaman degan obunachilarimiz bo'lsa, nomerni qoldirib qo'yapman, bemalol. Qo'yib ketamiz, telefon qilib. Shu safar men qilib beraman shu nimasini, ustalarga aytinglar sizlar, nomerlari ham bor ustalarda. Bo'lmasa o'zlaringda bo'lsa, jo'natib ko'rsalar, razmerlarni o'lchab berib qo'yamiz. Tayyorlab kelsa, o'zi ichkarilarda natijni kutyapmiz-da. Natijni bo'lsa, rang bersa, ko'kagini yopishtirib, rangini bersa bo'ldi. Bitadi. Shunaqa endi hatamto kelguncha bir yangilik qilib yuboraylik. Unga bir surpriz qilib, xudo xolasa. Qani, qadrdonlar, u men borimda, yo'g'imda qanaqa bo'lar ekan deb o'ylanganchiga yaxshi bo'lasiz, yo'qsangiz bemalol bo'ladi deb. Biz chetda, obunachilarimiz chetda, xudo xolasa, ish to'xtab qolmasin. Qarshilarda davom ettiramiz qadrdonlar. Endi hasharchilar bo'lsa, yaxshi bo'ladi. hasharchilar kelib tursa, mabodo addelga baddiga kafelkaga totadigan joylar bor, a? Albatta, O'shalar tot ko'chalarimiz bersa, mana uni yon devor ham totiladi. yon devor turibdi. Endi kelganga ish topib beramiz endi. 2 soatmi, 3 soatmi. Aylanib ketadi. Qilayotgan ishlarni ko'rib. Mana do'stimni qo'lidan bir piyola choy ichib ketadi menga. Yavlash. Xudo xolasa. Hojatxonamiz qadrdonlar bugun bitib qolsa, endi keyin ertaga nima qilamiz? Hojatxona urib qo'ysa, Sheral aka. Hojatxona urib qo'ysa. Mana shu tarafni bitiramiz. Xullas, ha? Pavesi bilan bitiramiz. Ha, bo'ldi. Qadrdonlar. Bo'ldi. Men sizni tushundim, Ilhom tog'a. Mana qadrdonlar, bu hammom bo'lsa, mana shu taraf xudo xolasa qo'llab-quvvatlab tursalaring, tandirxona, o'choqxona, hammom qilib bitirib turib, tomini bitiramiz navesi bilan, ha? Xudo xolasa. Shu bilan bu tarafdan qutulamiz qadrdonlar. Keyin rang berishga, addelgan qolgan chala joylarga o'tib ketamiz, qo'llab-quvvatlab tursalaring qadrdonlar. Tepaga pastga shartda qo'yib qo'yganmiz. Shu kartalarga befarq bo'lmasdan qo'llab-quvvatlab turinglar, sizlardan iltimos qadrdonlar. Ozgina qolyapti. Agar yaxshi harakat qilsak, bir oyga bo'lmasdan bitirib yuborardik. Nechincha o'tib qolar ekan bir oydan, 14-kuni boshladik, 14-iyul kuni boshladik, keyin 13-iyul kuni boshladik-da Sheral aka. Hali bir oy bo'lgan yo'q-ku. Zo'r ketyapmiz, yana kecha qo'llab tursalaring iltimos. Qo'llab turmasalar ham bo'lmaydi ham. Mana shular bilan hatamtoy ketdi bir haftaga. Bu kelguncha bu pul topolmadi, qilolmadi desa uyat bo'ladi-da.
bitta men uchun bo'lyapti deganda bitta to'g'rimi? Shuncha o'rim mana Ilhom buvam, Boburjon, Jamshidbek qolaversa men sizlar bir pulagansizlar deb qilolmaganlaringiz uyat bo'libdi, to'g'rimi? Shuni qo'llab tursalar keyincha tarslarga bitirib qo'yinglar, shu mana shu tomonda. Rossiyadagi akalarimiz, opalarimiz, Reyko strapli olamiz. qo'llab turiblar Sberbankka, O'zbekiston kartida hoji onalar, hoji tog'alar mana bugun oylar, pensiyalar tushib bo'ldi shekilli, o'zi. Bir qo'llab yuboring, iltimos sizlardan mana shu kartalarga, tepa-tepasi kartalarga. Biz Xudo xolasa qattiq mehnatdamiz. Sizlar qo'llab-quvvatlab, duo qilib, kommentariyalarda o'z fikrlarni bildirib, like bosib, kuzatib turinglar, qadrdonlar bo'lsa. Baxting qushi qo'lingda, qoqilmaysan yo'lingda, bosh bo'ladi to'yingda, ota onang bor bo'lsa. Tanu joning sog' bo'lar, uying jannat bog' bo'lar, ko'ngling cho'kmas tog' bo'lar, ota onang bor bo'lsa. Farishtadek muloyim duosini oldoyim, yuzga kirsin iloyim, ota onang bor bo'lsa. Farishtadek muloyim duosini oldoyim, yuzga kirsin iloyim, ota onang bor bo'lsa. Yuzlaringga dog' tushmas, yo'llaringga tog' tushmas, sochlaringga oq tushmas, ota onang bor bo'lsa. Yuzlaringga dog' tushmas, yo'llaringga tog' tushmas, sochlaringga oq tushmas, ota onang bor bo'lsa. Farishtadek muloyim duosini oldoyim, yuzga kirsin iloyim, ota onang bor bo'lsa. Farishtadek muloyim duosini oldoyim, yuzga kirsin iloyim, ota onang bor bo'lsa. Ko'ngillarni xushlagin, tushkunlikka tushmagin, turtolmaydi dushmaning, ota onang bor bo'lsa. Ko'ngillarni xushlagin, tushkunlikka tushmagin, turtolmaydi dushmaning, ota onang bor bo'lsa. Farishtadek muloyim duosini oldoyim, yuzga kirsin iloyim, ota onang bor bo'lsa. Farishtadek muloyim duosini oldoyim, yuzga kirsin iloyim, ota onang bor bo'lsa. Qadrdonlar, xudo xolasa hojatxonamiz bitish arafasida o'g'diyolni ham rulyapmiz. Mana. Sizlar bilan bitta o'yin o'ynaylik akalar.
Ha. Bitta ancha qiziqarli bo'lmasa ham qiziqarliroq. Ha. Telefonda sekundamерni qo'yaman. Hamma o'zini miyasida, har bir odamga bittadan qilamiz. Hamma o'zini miyasida sekund hisoblab turadi. Men bo'ldi deganimda o'sha sekund aytadi, yaqinlashganmi, to'g'ri topganmi bilamiz. Kelishaveramizmi? Chiralagandan boshlaymiz. Telefonda olay. Men obunachilarga ko'rsatib turaman. Boshlandi deyman, hisoblaysiz Sherali aka. O'zim xohlagan joyimda to'xtataman. Necha sekund bo'lganini aytaverasiz. Bo'ldi. Kelishaveramizmi? Ish qilib nima qilaveraman? To'xtab qolmasam. Ha, o'zi 5-6 sekund, 7 sekundda to'xtatishim mumkin, 3 sekundda to'xtatishim mumkin. Tayyormisiz? Mana obunachilar. 1, 2, 3 ketdi. Stop. Necha bo'ldi? 7. 605 bo'ldi. Yomon emasmi? Yomon emas ama. Men nafasni noto'g'ri olib qo'yibman-da. Ha, salga o'sha 1 sekundga dashtava. Yarim sekund. Yarim sekund. Endi Bu hashar şey akam. olsangiz olmasangiz ba'zi meni Siz yutgan bo'lasizmi? Eng to'g'ri topganini, ha, bo'ldi. Eng to'g'ri topganini yutganni hisoblaymiz. Aka tayyormisiz? 1, 2, 3 ketdi. Bo'ldi. Necha? Yo'q, sekundda ya. 890 bo'ldi. Agar vaqt uzalashib ketdi. 3 dedilar. Endi Ilhom tog'am. Ilhom tog'a tayyormisiz? Ilhom tog'am endi endi yosh katta inson topadi, menimcha yutadi. Top qo'yishi mumkin. Ammo yuzga oyoq qo'yma. 1, 2, 3 deganni boshlayverasiz. 1, 2, 3. G'azlab ketagan bu. Stop. Necha bo'ldi? 15. Yo'q. Necha tez sanavordingiz? 8 sekund bo'ldi, xolos. Meni ko'rmagan ekan. Qanaqa? Mana 1, 2 deb ketyapsizmi? Ketib sekin. Ha, shashilib ketibsiz-da. Har bir Ha, endi men sekin qani Bobur. Bobur aka. Bobur bari seni ham yuradi. Qanchaga odamlarni bunaqa deysiz-da? Obunachilar ko'rib turibdi. 3 ga ketaveradi, ha? 1, 2, 3. Stop. 5 bu. 436. Bobur aka ham yutdi. Qisqa berib qo'ydingiz, nima? Menga voy 30-40 ga Ha, unda bo'lmaydi-da. Nechi dedi? 30 44 to'g'ri topdi. 24 ga adash. Shagird nima qildi? Shoir yoshda yaxshi, navqiron. Ustozlar o'tmasa bo'lmaydi-yu. Ha. Mana shunaqa trend bo'libdi hozir Instagramda. Ko'pchilik shunaqa qilyapti ekan. Xudo xolasa kuzatib qo'llab-quvvatlab turinglar. Biz davom etyapmiz obunachilar. Kartalarga befarq bo'lmanglar. Pastdagi tepadagi kartalar xudo xolasa sizlar uchun. Gapiring, aka, nima demoqchi? Aylanib kelasin. Yo, gapiravering. Gapiring. Kech qo'yib bo'lsa ham issiq yomon bo'ladi, shuni aytmoqchi edim. Dimlayapti. Obunachilar. Boybola kanalini qachon 50 mingta qilamiz endi? 30 necha? 32 mingga borib qolay deyapti. Endi boshlandi, harakat. Hozir bu Instagramlarda o'ynayapti. Nasha o'yinlar ko'pchilik nima qilishyapti ekan, o'ynashyapti ekanda. Instagramga o'tib, Sherali ustalarim bizning Instagramdan chiqadi. Siz obuna bo'lib qo'yinglar, layklarni bosimini. Ko'paytiraylik biz. Reklama qilib ketdingiz-a? Reklama qilib ketdingiz orada? Ha, shunga siqib olmoqchi bo'ldim. Bari siqdimi? Ha, siqdingiz. Shuni yossalaring, chiqib-yu. Mana shu ishlarda bu YouTube'ga chiqishdan oldinroq chiqarib ketaman-da. Nechta obunachingiz bor aka? 11.300 tami? 12 mingga bordi. 12 mingga bor. Qo'llab-quvvatlab 20 ming qilib qo'yinglar. xudo xolasa kuzatib, Sherali akamga Instagram borlar o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar, qadrdonlar. Obunachilarga dilli izhorlaringiz bo'lsa. Obunachilar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Qadr-baland qadrdonlar. Yetcha qo'llavoringlar. Mana bitish arafasiga kelib qoldi. Ittigatdan qilib yurmanglar. 5-10 mingdan bo'lsa ham. Hech nima qilmaylar, mana shu tomini yopib olaylik, mana shu itlarni qilib.
strapler olishimiz kerak, reyka olishimiz kerak. Shipper Yo, reykamiz yetami Sherali aka? kamidi. Chipcha kamaydi. Olamizmi? Qadrdonlar, xudo xolasa hojatxona bityapti, bu yerda hammom bityapti. Biz endi Navesga pul yig'ishimiz kerak sizlar bilan, Sherali aka. Xudo xolasa bugun kuzatib turgan obunachilar ertaga mana shu navesini qoqib qo'yishimiz kerak. Mana tuvalet ham tayyor bo'ldi. 14 metr tandirxona, o'choqxonamizni tepasi tuvalet bilan bo'lib, tomini bekitishimiz kerak. Bunga endi nima deymiz, yana sizlarga aytamizda. Balo qilgan obunachilar. Shipir olishimiz kerak. 28 dona shipir ketadi. Strapil olishimiz kerak. 3 metrli ham, 4 metrli ham bo'laveradi. Endi uni shu 60 ming, 65 ming har xil razmerdagi qarab narxlar shunaqa ekan. Hozir 1 metrga bittadan hisoblaydigan bo'lsak ham 15 ta nima ketadi, strapil ketadi. 15 ta. O'zi 1 metrga qo'yib bo'lmaydi-yu. Qolgan metrga yog'ochlardan bo'lsa ham eplaymizda, bir tekdan agar kam bo'lib qolsa. 15 ta strapil 4 metrli, 28 ta shifr, bir 20 metrcha reyka bo'lsa, miqlarimiz qolgan tomdan ortganlari, shayba-paybalar ehtiyotlab qo'yganmiz. Mana shu yerda qoqib olardik ertaga. Ozgina 5 ming, 10 mingdan bo'lsa ham ehson qilib yuborsalar ham qo'llab shu yerdan bitib qolardi. Keyin xudo xolasa adetga tushib ketaveramiz, xudo xolasa. Debni bitirmasa bo'lmaydi. Ishlarga rivoj tilab, xudo xolasa endi mana Ilhom buvam boshchiligida olyapmiz. Yana nima deymiz endi? Shu endi. Shu endi. Faqat iltimos. Ilhom buvam ham havo bugun ham issiq bo'ldi, ovozi ham yaxshi chiqmay qolyapti. Charchab o'tib ketdi Ilhom buvamdan ham bugun. Xudo xolasa endi biz borib jamoatda denga bormasak. Xudo xolasa. Bitta mana brachka ishni olyapti. Hammomni ham bitirib qo'ya qolaydi. Ha. Men 100 marta aytganman bunga, qaranglarda endi urgan qo'ymay ish qilgan, urganda hali urganchi bolalar ishlatadi. Shunda bitta ko'zini qisqanda urganda ko'rib qo'ygan ko'zing bilan deyman, yana urgan qo'yaveradi. Bitta ko'zni qisib 2 metr orqaga o'zingni bunday tashlasang, qing'ir qishig'i bilinadi. Shuni yoshligimizda o'rgatmaganda, o'sha endi qaraganda qiyin bo'lyapti. Seni ko'zingda nuri qolmasini bilmayman, tekshirib turishimiz kerak. Okulusga borish kerak ekanda. Urjuzami nima deydi? Urjuza. O'shanga boraymi? Reklama bo'lib qolmasin? Mana shu yerda ham bilinadi, ko'z qoraligi pand beradi-da. Ko'zing ko'k bo'lganda hozir chetga urib ketaveradi, urgan qilmay. Ash Sherali akam zo'r uratdan shu divorni bor. Mana shu qiraqdan bitta ko'rsatib qo'ying videoga. Neyse. Buni oxirida ko'rsatamiz. Hozir Sherali akam ish ko'payib ketmasin, o'zi bitirib olaylik, xudo xolasa. Shunaqa obunachilar, shuna qilib turamiz, endi tolash tortishib turmasa bo'lmaydi. Baribir haligi o'ng'ar bo'lmaydi-da. Ana mana ham mevali daraxtni hamma kesmasa, kesib qilaveradi. Mana da mishiqlarda bitta olmani yo'q qiluvdi. Endi ikkinchisini shaqini kesyapti. Yon xalaqit berar ekan Ilhom tog'a. Men telefonimda yozib olmasin-da ishqib. Iloji yo'q. O'z telefoningiz ham keladigan joyga kelib bo'ldi. Xapa ham bo'ldi telefoningiz. Shakil. Ehtiyot bo'ling, telefon bor tagida. Qadrdonlar, sizlardan iltimos endi kartalarga mana Sberbanklar turibdi tepada, pastda o'sha opamiz kartalari Qo'chqor Yulduzxon bo'lib chiqadi. O'zbekistondan ko'rayotgan hoji onalar, hoji otalar, akalar, opalar, singillar, ukalar iltimos 5 ming so'm, 10 ming so'mdan yordam qilib yuboringlar. Mana shu yerga shifr strapil olib, mana shu navesni ham bitiraylik, xudo xolasa. Endi Hatamjon akam yo'q, biz davom ettirib turibmiz. Qo'ldan kelgancha sizlar ham yordam berib yuborsalaring. Xudo xolasa u kelguncha ancha bir ish ko'rsataylik, qadrdonlar, sizlar bilan birgalikda. Men yo'q bo'lsam bo'laverar ekan. Desinchi-ya, qadrdonlar, bo'shashmaymiz. Rossiyadan ko'rgan akalar opalar 50 rubl, 100 rubl qo'llab olinglar. Mana shu kartaga, Sberbank kartaga. Iltimos sizlardan. Mana shu yetim qizchalar uchun ozgina qolyapti, xudo xolasa bitirib bomba qilib final qilamiz, Sherali aka, xudo xolasa. Finallar ko'rgansizlar, qancha hali ko'z yoshlar, xursandchilik ko'z yoshlari, qancha xursandchiliklar bo'ladi. Mana shu xursandchiliklarni o'ylayman, xudo xolasa yordam qilib yuborsalaring. Biz davom ettiramiz. Nima hamdir endi. Olamiz, ertaga nayis qoqishimiz kerak. Shu xudo xolasa.
Yaxshi yetdik. Yaxshi yetdik. Davrangacha. Xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Muhimi sog'liqlarni qadriga yetinglar. Birinchi o'rinda sog'liq. Albatta-da. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Xayr.